Bir kun bitta kasal telefon qildi. Shunaqa qulog'ida muammom bor deb. Mayli dedim. Ko'rikka sal mendan vohliroq kelib qolibdi. Sherigimiz bor edi. Sherigimiz quloqni endoskopiya qilgan, ko'rgan, qarasa parda yorilgan. Ya'ni udar zarba hisobiga quloq pardasi yorilgan. Haligi ekranda quloqni pardasi turibdi. Men eshikdan kirib keldim. Ko'rsam, nima bo'ldi? Kimni qulog'i? Men endi o'yladim, eri urib ayolini quloq pardasini yorib qo'ygan. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Yoki er xotinini uradi, yoki bo'lmasa bolalarini urib quloq pardasini yorib qo'yadi. Qarasam, haligi bu yerda ayolning qulog'i butun, bu erni quloq pardasi yorilgan ekan. Ya'ni ayoli erini urib quloq pardasini yorib qo'yibdi. Keyin kerakli tekshiruvlarni o'tkazdik, eshitishini tekshirdik, quloq pardasini silikon qo'yib yamab berdik, kerakli tavsiyalarni berdik. Shu qiziq voqealardan bittasi bo'lib qoldi. Mana bugun shu quloq pardani teshilishi, yorilishi haqida, turli sabablarga ko'ra teshilishi haqida gaplashamiz. O'zi quloq parda ikkita quloqda, sog'lom quloqda butun bo'lishi shart va uni vazifasi tashqaridan kelgan tovushni qabul qilib, suyakchalar orqali quloq nerviga o'tkazish vazifasini bajaradi. Ya'ni eshitishda qatnashadi. Mana shu quloq pardasi har xil sabablarga ko'ra teshilib qolishi mumkin. Ya'ni quloqqa zarba tushishi mumkin yoki bo'lmasa burundan o'tgan infeksiya quloqqa asorat berib, uni teshib chiqishi mumkin tashqariga va turli xil sabablar. Mana shu sabablar haqida va uni yechimlari haqida bugun gaplashamiz. Ko'pincha bemorlar ko'chada har xil holatda urush janjaldan keyin bir-birini qulog'iga urishi sababli yoki bo'lmasa basseynga suvga to'g'ri kalla tashlashni bilmasdan turib qulog'i bilan tushib qoladi. Ana o'sha paytda parda yorilish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Asosan endi bu yerda baribir quloqqa berilgan zarba eng ko'p uchraydigan holat. Mana shu holatlarda tashqi eshituv yo'lidagi havo siqilib turib pardani yorib yuboradi va quloq parda yorilishi bilan birgalikda ikkinchi o'rinda eshitish nervi ham jarohatlanib qoladi bu holatda va bu holat karlikkacha olib kelishi mumkin. Mana shu holatlarni oldini olish maqsadida shunaqa hali oxirgi paytlarda sport turi rivojlangan, yuzga shapaloq urish, o'sha yerda ham agar e'tibor bergan bo'lsanglar, qulog'iga quloq pardani himoyasi uchun narsa tiqib qo'yishadi. Ya'ni tashqi eshituv yo'liga. Ya'ni o'sha yerda bosim siqilib pardaga jarohat yetkazmasin deb. Oldingi haligi Birinchi jahon urushi paytida yoki undan oldingi haligi miltiqlarning paydo bo'lishi paytida e'tibor berishsa, o'sha quroldan otayotgan paytda og'izni ochib otish ofitserlar tomonidan o'rgatishgan soldatlarga yoki bo'lmasa qanaqadir zambarekdan otiladigan paytda og'izni ochib turish tavsiya etiladi. Ya'ni granata portlaydimi yoki zambarek otilinadimi? O'sha paytda tashqaridagi bosim bilan og'izdan keladigan quloq pardani ikki tomonidagi bosim bir xil bo'lib, pardaga jarohat yetkazmaydi. Agarda shu bosim farqlanib qoladigan bo'lsa, quloq parda shu holatlarda ham ko'pincha yorilishi mumkin. Bundan tashqari, burun yoki burun yondosh bo'shliqlarida, har xil gaymaritlarda shamollash paytida burundagi infeksiya burun bilan quloqni bog'laydigan yo'l orqali quloqqa o'tadi va nog'ora pardani orqasida yiring to'planadi. Va ana o'sha yiring pardani yorib tashqariga chiqadi. Mana shu paytda ham quloq parda yorilib, ko'pincha e'tibor berilmasa bu parda bitmasdan teshikligicha parda qolib ketishi mumkin. Bu holatda quloq parda yorilguncha bemorda juda ham kuchli og'riq bo'ladi va yorilgandan keyin birdaniga og'riq to'xtaydi. Buni sababi mana shu pardaga berayotgan yiringni bosimi birdaniga pasayadi. Ya'ni quloq pardani orqasidagi yiring bo'shab qoladi. Bo'shagandan keyin og'riq ham o'z navbatida ancha muncha kamayadi va bemorga yengillik bo'ladi quloq oqqandan keyin. Bemorlarimiz ko'pincha aytadi, quloqim oqib qoldi, og'riqlar to'xtadi deydi. Bu o'sha parda teshilishini bitta belgisi hisoblanadi. Quloq teshilgan paytida zudlik bilan lor shifokoriga murojaat qilish kerak. Quloq teshilishini turlari juda ham ko'p. O'sha zarba hisobiga teshilishi yoki bo'lmasa yiring hisobiga teshilishi, bunda davo choralari ham har xil. O'z vaqtida lor shifokoriga murojaat qilinsa, kerakli dorilar, darmonlar yoki kerakli taktikalar o'z vaqtida qilinadigan bo'lsa, parda asoratsiz bitib ketadi. Operatsiyasiz ham bitib ketishi mumkin. Agarda bu holat kechiktiriladigan bo'lsa, e'tiborsiz qoldiriladigan bo'lsa, quloq pardada doimiy teshik qolib ketadi va bu eshitish qobiliyatini pasayishiga sababchi bo'ladi. Doim quloqdan yiring oqish holatlari kuzatiladi bunaqa bemorlarda. Ko'pincha quloqdagi asoratlar
miyaga juda ham yaqin joylashganligi uchun mana ko'rish mumkin, miyaga asorat beradi. Bu juda ham og'ir asoratlar hisoblanadi. Shuning uchun o'z vaqtida quloq muammosi bilan lor vrachiga murojaat qilishni tavsiya etamiz. Agar shu holatlar o'z vaqtida aniqlanmasa, o'z vaqtida doktorga borilmasa, quloq eshitish qobiliyati butunlay yo'qolishi ham mumkin. Ya'ni qo'pol qilib aytganda karlik rivojlanishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagan holat qabulimizga bir bemor keldi. Qulog'idan yiring oqib turibdi. Bemor ahvoli dori-darmonlar bilan ancha yaxshilandi. Bemorga o'sha pardani yopish amaliyotini tavsiya qildik. U paytda bemor eshitishi ham ancha yaxshi edi. Ya'ni operatsiyadan keyin eshitish qobiliyati ham ancha ko'tarilardi. Bemor 3-4 yil yo'q bo'lib ketdi. Bizning ham esimizdan chiqdi. Undan keyin yana asoratlanib keldi. Eshitishini tekshirsak, deyarli 90% eshitishi yo'qolgan. Mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun o'z vaqtida lor vrachiga murojaat qiling va kerakli dori-darmonlar, kerakli chora-tadbirlarni o'z vaqtida qiling. Ana shunda sog'lig'ingiz, ya'ni qulog'ingiz sizga uzoq vaqt xizmat qiladi. Video sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, videoni o'zingizga saqlab qo'ying, tanishlarga jo'nating quloq muammosi bilan og'rigan va kanalga obuna bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarni kuzatib borishingiz mumkin.